Ushbu mahsulotimiz nomi Shanxay. Hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan mahsulotlarimizdan biri. Chekalariga ramka sifatida qora rangdan ishlatganmiz. Raznotsvetniy rangdagisi ham bor. Sokol qismiga mana qora korishneviy hamda основа seriy holatda qo'yilgan. Hozirgi kunda eng talab yuqori bo'layotgan mahsulotlarimizdan biri. Buni 50 xildan ortiq rangda xohlasa ishlab chiqarib bera olamiz. Va asnovasi qora korishneviy qizilga kombinatsiya qilingan. Bo'yalmagan oddiy qora mokriy rangida ham bor. Sokol qismiga va ramka qismiga ishlatsa bo'laveradi buni. Va oddiy 20-40 basaka mahsulotimiz ushbu ham sokolga. Shu mahsulotimiz va sokol qismiga облицовочный kirpich ko'rinishini beradigan lazerniy gladkiy mahsulotimiz. Va hozirgi kunda O'zbekistonda yangilik bo'lib turgan mahsulotimiz Indigo. Ushbu mahsulot Rossiya Federatsiyasida birinchi ishlab chiqarilgan va O'zbekistonda kalipini ham ushbu plitkani ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa 2 xil rangda hozirchalik ishlab chiqarilyapti. Buni sokol qismiga olsa bo'laveradi. Mana ochiqroq svetimizni fasad qismiga teriladi, xudo xolasa. Kimga ushbu mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzilimiz Andijon shahri, soydan o'tganingizdan keyin ayrilishda. Mo'ljal ayrilish oshxonasi.